Обязательно bitta bala kimdir jarohat olib yoki birorta bir og'ir tan jarohat yetkazilishini kutishimiz kerak emas. Ertalabda bitta videoga ko'zim tushdi. Toshkentda, poytaxtda bitta bog'chada o'sha bog'cha opoylar bolalarni og'ziga latta tiqib, urib, boshqa qilib, qiynoqlar, zo'ravonlik. Bu nima degani? Bu qanaqa zamonda yashayapmiz? Men tushunmadim. O'tgan safar juda chiroyli roliklar bo'ldi, reytinglar bo'ldi, bolalarning zo'ravonligini barcha shakllarda himoya qilish to'g'risida. Lekin amalda bu qonun ishlayapti. 51 ta moddali qonun qabul qilingan 2025-yili. Bog'chalardagi va bunaqa zo'ravonliklarni oldini olish maqsadida konkretni jinoiy javobgarlik tortish masalasini ko'raylik. Bu nima degani bu? Qachongacha bu biznes ekan, boshqa ekan, indamaylik, ma'muriyga tortib qo'yaylik deb yopib qo'yishyapti ekan. Men har bittamizning farzandlarimiz bor-ku. Meni taklifim butun respublika bo'yicha bog'chalarga tartib joriy qilinishi kerak, hammasiga kamera o'rnatilishi kerak. Ya'ni o'sha farzandlarimiz o'tiradigan xonalarda o'qituvchilar doim podkamera tursin. Lekin bor shunaqa bog'chalar. Ana shaffof ishlaymiz, mana kameralarga ulab olinglar, muammo yo'q deydigan bog'chalar ham bor. Ertalabda jahlim chiqib ketgan, o'zim ham ikkita farzandim bor. U farzandlar ertaga gapirolmaydi-yu, 2 yosh bola, 3 yosh bola, 1 yosh bola qayerdan gapiradi? Nima deb gapiradi? Mana shu videoni maksimal tarqatinglar, izohlarda ham yozinglar. O'zlaringning fikrlaring qanaqa?